Ketgani tayyorlan deydi. Ha, ketgani tayyorlan. Qaranglar, makiyajsiz ham chiroyli-da bu. Betlar tirnalib ketsam chiroyli-da bu qiz. Maskada ham chiroyli-da, ko'ryapsizlarmi? Enasini yemsin. Qanday omadli odam ekan mana bu o'yinda. Qarochi, bu tashqarida signal qidiryapmiz ekan biz. Ya'ni tag'in yopib ket. Uyda gaplashamiz qolgan narsani. Men mana gaplashyapman qolganlar bilan. Yomon jag'i. Ama o'ldiribman ama voy. Dadam aytdi bizga kvartira beradi deydi. Meni vijdonimga to'g'ri kelmaydi. Dadang olib bergan kvartirada men yashamayman. Bu menga ichki yo'q bo'l deyapti. Bari yo'qol. Bizning reputatsiyaga to'g'ri kelmaydi. Sen dadang olib bersa men qanaqa qilib bu kvartirada yashayman? Jinni. Oynanib ketay. Hayt, oynanib ketay. Yur, filtrim tuzat, tozalashim kerak. Men hozir yana filtr qizarib qoladi. Uyatmaysizmi, xotiningizdan bir qadam orqada yurgani Roro bunaqa qilganingizdan keyin qaynotangizni kvartirasida yashayvering. Siz tushunmayapsiz. Nimaga xotinni oldida qo'yib yuborganimni aytaymi? Ko'ryapsiz, qanaqadir bir kalamushlar, mutantlar bor. Kalamush mutant chiqqandan keyin birinchi kimi yeydi? Uni yeydi. Bu taktika bu, ey. Tushunmayapsizlar bu. Taktikani iplosidan bu. Nima bo'lsa birinchi bashinga bo'lsin, menga emas. Eshitmadingmi nima deganim? Ha, aylanib ketay, yuk ketdik.